Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kadi-pechak qilib ko'ramiz. Xamirimizni tayyorlab oldim. Mana yumshoqligi, har doimgidek suv, tuz, ozroq yog' soldim xamirimizga. Xamirimizni bir chekkaga olib qo'yib, xolodilnikimda ozroq ishlatgan kadi bor edi. O'shani qolganini artib tozalab oldim. Manaki yuvilgan kadilarimizni qirg'ichdan o'tkazamiz. Qirg'ichni mana shu tishidan o'tkazdim. Maydasidan o'tkazsangiz, qovurganingizda juda ham mayda bo'lib ezilib ketadi. Mana qirg'ichdan ham o'tkazib oldim. Bu borada xamirimizni 2-3 marotaba mushlab qo'yamiz. Yaxshi dam olgan xamirni yoyish ham juda ham oson bo'ladi. Qozonimizga piyoz qovuramiz. Piyozni hamma ovqatimga mana shunday kichkina qilib to'g'rayman. Qozon girdiga qolmasligiga harakat qiling, kuyishi mumkin va qizarib qoladi. Xamirimizni yoyishni boshladim. Bu borada piyozimizga ham qarab qo'ydim. Piyozimiz tillarangga kelgandan so'ng kadilarimizni soldim. Ustiga tabga ko'ra tuz va shakar soldim. Kadizni shirinligiga qaraysiz. Agar shirin bo'lsa, ko'p solmang shakarimizni. Manaki xamirni yoyib oldim. Mana shu tarzda yoydim. Nafsligi, kattaligi shunday bo'ldi. Xamirimizni o'rab olamiz va qatlab chiqamiz. Xohlaganingizdek katta-kichikligiga qarab kesib olasiz. Manaki, mana shunday kattalikda kesib oldim. Xohishingizga ko'ra shunday kesib chiqsangiz ham bo'ladi, lekin men ko'proq mana bunday usulda bukaman. Manaki, xuddi shunday qatlab olsangiz, 4 tomonni emas, 3 tomonini bosib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Shu usuldan foydalansangiz, ortiqchasi chiqmaydi. Mana kadimiz pishib oldi, uni ozroq sovutamiz. Kesishga shilmang. Buni uchini bir-biriga to'g'rilasangiz, to'g'ri bo'lib chiqadi. Xamirni ortiqcha qolib ketishini oldini oladi. Bukishni boshladim. Bu tarzda kesganimga 3 tomonini yopishtirib chiqamiz. 2 tomonini ham yaxshilab bosib chiqing. Bunisida 4 tarafini yaxshilab yopishtirib olamiz. Yaxshilab yopishtirmasangiz, yog'da ochilib ketishi mumkin, yog'da qovurilganda.